Kunlar isishi bilan millionlab chivinlar atrofda uchib yuradi. Qon so'rib, terida qishadigan qizil shishlar qoldirib ketishni boshlaydi. Chivin chaqqanda teriga uning so'lagi ham tushadi. Organizm ana shu so'lakdagi moddalarga reaksiya qiladi. Bu esa terida qichishish va yallig'lanishga olib keladi. Yaxshi xabar shundaki, oddiy uy sharoitidagi vositalar ham bu noqulay qichishishni kamaytirishga yordam bera oladi. Sovuq kompresslar, kalamin losyoni, gidrokortizonli dorixona kremlari. Bu vositalar terini tinchlantiradi va kuchli qichishish hamda yallig'lanishni kamaytiradi. Qancha qichishish kuchli bo'lmasin, iloji boricha qashlamaslik kerak. Odatda vaqt o'tishi bilan qichishish o'zidan o'tib ketadi. Faqat imkoni boricha qashlamaslikka harakat qiling. Terini juda qattiq qashlash yoki terini tirnash uchun nimadir ishlatish uni jarohatlab qo'yishi mumkin va bu hosil bo'lgan yaraga bakterial infeksiya tushishiga olib keladi. Agar yara yuzida joylashgan bo'lsa, bu ketishi qiyin bo'lgan chandiqlar hosil bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Chivinlarga qarshi vositalar va oldini olish choralarini qo'llash chivin chaqishini xavfini kamaytiradi. Ammo yozda sizga kamida bitta chivin chaqishi deyarli muqarrar. Shu sababdan shunday holatlarda qanday to'g'ri yo'l tutishni bilish foydalidir. Med 36 jamoasi uchun sizlar bilan doktor Abidova Zuhra Muratxo'jayeva.